Ushbu videomiz ayrim bir restavratsiya bilan shug'ullanadigan ustalarga bag'ishlanadi. Negativ fikr bildirishdan oldin videoni oxirigacha ko'rib tushunib olasizlar degan umiddamiz. Xo'p, navbatdagi stullarimiz restavratsiyaga kelgan. Holatini ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, buni nimaga sim bilan boylab tashagan deb o'ylashingiz mumkin. Hozir sababini keltirib tushuntirib o'tamiz. Xo'p. Sababi o'zi yog'och stul. Yog'och stullarimiz puvakliga o'tkazdiriladi. Ko'rishlaringiz mumkin, lekin bunga samarez tortib tashashgan. Samarez tortganda ham o'rtasida puvakli bo'lmagani uchun qo'yib yuborgan. Lekin arzonroq qilib berishgan. Buni mijozimizga 2 marta restavratsiya qilib berishgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Yana 7 santimetrlikmi, 8 santimetrlik samarez qotirib tashashgan. Ko'rishlaringiz mumkin. O'zlaringizni fikrlaringizni izohda qoldirasizlar. Shu ishlari to'g'rimikan yoki noto'g'rimikan? O'zi yog'och stullarga mana ko'rishlaringiz mumkin, hammasiga samarez urib tashashgan. O'zi yog'och stulga har doim puvakli ishlatish kerak. Yaxshilab puvakli qotirilgandan so'ng buni ustidan samarezni joyini ham beklab ketishmagan. Fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz bitgan holatini ham qo'yib o'tamiz. Hammaga omad, Starot remont xizmatingizda.